Tasavvur qiling, siz 16 yoshdasiz va deyarli hech narsangiz yo'q. Gilamingiz kir, muzlatgich bo'sh, uy hisob-kitoblari esa doim to'lanmay qoladi. Onangiz vafot etgan, otangiz esa siz tug'ilishingizdan oldinroq sizni tashlab ketgan. Siz yashaydigan xonada yana 5 kishi yashaydi. Sigaret va mog'or hidi xonada hatto siz yotadigan divandan ham anqib turadi. Siz juda yoshligingizdan bir narsani tushunib yetasiz. Sizni qutqarish uchun hech kim kelmaydi. Sizga umid beradigan yagona narsa bu rep. Bu shunchaki hobbi emas, bu reja ham emas, bu sizni hayotda ushlab turadigan yagona tayanchingiz, orzuyingiz. Siz singan telefoningizga rep yozib olasiz va hamma uxlagandan keyin tungi soat 2 da uni qayta eshitasiz. Bir kun kelib muvaffaqiyatga erishishni orzu qilasiz. Ammo bir kun uy egasidan ogohlantirish keladi. Senda 2 hafta bor, hamma qarzlaringni to'la yoki uysiz qolasan. Endi sizning oldingizda faqat ikkita yo'l bor. Yo muvaffaqiyatga erishasiz, yo uysiz qolasiz. Boshqa yo'l yo'q. Siz ochiq mikrofon kechalarida tekin chiqish qilasiz. Kichkina tor studiyada qo'shiq yozasiz va zo'rg'a topgan $20 rep yozish uchun to'laysiz. Atrofdagilar esa sizga doim bir xil gapni aytadi. Normal ish top, o'zingni sharmanda qilma, bu ishni bas qil. Lekin siz davom etaverasiz. Ammo muvaffaqiyatsizlik ortidan yana muvaffaqiyatsizlik keladi. Sizni hech kim tanimaydi. Seshanba kuni ertalab eshigingizga yana ogohlantirish keladi. O'sha kecha boradigan joyingiz bo'lmagani uchun oshxonada singan telefoningizni qo'yib, o'zingizni videoga olasiz. Professional yoritgichlar yo'q, ovoz muhandisi yo'q, hech qanday reja ham yo'q. Siz 3,5 daqiqa davomida rep aytasiz. Videoni tungi soat 2 da internetga joylaysiz va hech narsa kutmasdan uxlab qolasiz. Ertalab uyg'onganingizda videoni 200 ming kishi ko'rgan bo'ladi. Bildirishnomalarda esa siz ilgari umuman tanimagan bir ism turadi. Peshinga yaqin amakivachchangizning uyi oldiga tugmachali ko'ylak kiygan bir kishi keladi. Qo'lida vizitka, u sizda qandaydir iste'dodni ko'rganini aytadi va ertasi kuni uchrashuv belgilaydi. Sizning esa boradigan boshqa joyingiz yo'q. Bu sizning yagona imkoniyatingiz. U sizning menejeringiz bo'lishni taklif qiladi. O'zi mashhur emas, ammo mashhur odamlarni yaxshi taniydi. U bir nechta reperlar bilan ham ishlaydi. Ular unchalik katta yulduzlar emas, ammo yetarlicha katta odamlarni taniydi. U sizga shartnoma beradi, 100 sahifalik hujjat, sizda advokat yo'q, advokat topishga vaqtingiz ham yo'q. Kutishga esa umuman imkoniyatingiz yo'q. Shuning uchun hujjatni imzolaysiz. Nimani imzolayotganingizni deyarli tushunmaysiz. Xayolingizda faqat bitta narsa: sizga uy kerak. Nihoyat sizda shunday joy paydo bo'ladi. Menejer sizga ichida $3000 bo'lgan konvertni uzatadi. Siz hayotingizda bunchalik ko'p pulni qo'lingizda ushlamagan edingiz. O'zingizni go'yo qamoqdan qutulgandek his qilasiz. Ammo aslida siz endigina boshqa bir do'zaxga qadam qo'yganingizni bilmaysiz. Hammasi yaxshi ketayotgandek. Dastlabki bir necha oy hammasi orzudek tuyuladi. Menejeringiz siz uchun professional video klip suratga oladi. Rejissyorlar, operatorlar, yoritish uskunalari hammasi haqiqiy. Keyin esa birinchi g'alati iltimos keladi. Mashhur rejissyor keyingi klipingizni suratga olmoqchi. Katta jamoa, katta byudjet, ammo bitta sharti bor. Qo'shiqning o'rtarog'ida ma'lum bir qo'l ishorasini qilishingiz kerak. Siz bu ishorani oldin ham boshqa videolarda ko'rgansiz, ammo uning ma'nosini so'ramaysiz, chunki bu yerda savol berilmaydi. Yo aytilganini qilasiz, yo ishdan chetlatilasiz. Siz bunga rozi bo'lasiz. Video juma kuni chiqadi. Yakshanbaga kelib uni 4 million kishi ko'radi, lekin nimadir g'alati. Ko'rishlar juda sun'iy ko'rinadi. Go'yo kimdir videoni ataylab ommalashtirayotgandek. Oradan ko'p o'tmay mashhur reperlar siz bilan hamkorlik qilishni xohlashlarini ayta boshlaydi. Bular siz bolaligingizdan havas qilib kelgan insonlar. Keyin esa elektron pochtanggizga taklifnoma keladi. Bu sizning ilk yopiq Gollivud kechangiz. Manzil Beverly Hillsdagi hashamatli qasr. Eshik oldida telefonlar yig'ib olinadi. Atrofda faqat jurnallarda chiqadigan qimmatbaho mashinalar. Ichkarida esa mashhur odamlar, haqiqiy yulduzlar. Bolaligingizdan ekranda ko'rib ulg'aygan yuzlar. Ular xuddi bu joyning haqiqiy egalari kabi bemalol yurishadi. Hech kim o'zini tanishtirmaydi. Bunga hojat ham yo'q. Uy ichida tushuntirib bo'lmaydigan bir muhit hukm suradi. Musiqa va dabdaba ortida qandaydir bosim ham seziladi. Kechqurgacha esa g'alati voqealar boshlanadi. Agar bu voqealar oshkor bo'lsa, ko'plab mashhurlar so'nishi, oilalar buzilishi va katta shov-shuvlar yuz berishi mumkin. Shu payt sizni alohida xonaga olib kirishadi. Sizga bu an'ana ekanini aytishadi. Bu marosimning bir qismi, uni bajarishing shart. Xonadagi har bir odam ham bir vaqtlar xuddi shu jarayondan o'tganini aytishadi. Siz qo'rqasiz, ammo butun xona sizga qarab turadi. Oxir aytilgan ishni qilasiz. Hamma sizni olqishlaydi. Siz esa bo'lgan voqealardan qattiq hayratda qolasiz. Uyga qaytayotganingizda ichingizda yomon his paydo bo'ladi. Bo'lgan voqealarga o'zingiz ham ishona olmaysiz. Endi siz Gollivud dunyosining bir qismiga aylangansiz. Ertasi kuni uyg'onganingizda hammasini unutishga harakat qilasiz. Go'yo hech narsa bo'lmagandek yashamoqchisiz. Ammo keyin telefoningizga bir video keladi. Unda kechagi harakatlaringiz yozib olingan. Videodagi qolgan odamlarning yuzlari yashirilgan, faqat sizning ochiq qolgan. Qo'llaringiz qattiq titray boshlaydi. Telefoningiz qo'lingizdan tushib ketadi. Siz videoni oxirigacha ko'rishga ulgurmay turib, menejeringiz qo'ng'iroq qiladi.
U juda xotirjam gapiradi, hatto do'stona ohangda. U sizga bu video xavfsiz joyda saqlanayotganini aytadi. Hammasi nazorat ostida ekanini takrorlaydi. Gollivudda ayrim narsalar aynan shunday ishlaydi. Yuqoridagi odamlar sizning jiddiy ekaningizga ishonishi uchun aynan shu yo'ldan o'tishingiz kerak. Menejeringiz sizga hech kim bu yozuvlardan foydalanishni istamasligini aytadi. Agar aytilganlarning hammasini bajarsangiz, bu videolar hech qachon oshkor bo'lmaydi. Oradan ko'p o'tmay yirik ovoz yozish kompaniyasi siz bilan uchrashuv belgilaydi. Ular sizni super yulduzga aylantirmoqchi. 3 hafta o'tgach yangi shartnoma tayyor bo'ladi. Bu shartnoma hayotingizni butunlay o'zgartiradi. Undagi pul miqdori siz umr bo'yi ko'rgan mablag'dan ham ko'proq. Ammo bitta muammo bor. Shartnomaning eng muhim bandlari murakkab yuridik tilda yozilgan. Unda huquqlar, egalik va ijodiy nazorat haqida uzun-uzun bandlar bor. Siz ularning deyarli hech birini tushunmaysiz. Lekin rad etishga imkoningiz yo'qligini yaxshi bilasiz. Ularning qo'lida yozuvlar bor. Ularning qo'lida sizning sirlaringiz bor. Ular sizni to'liq nazorat qiladi. Oxiri siz shartnomani imzolaysiz va ish boshlanadi. Keyingi 10 ta konsertingizning barcha chiptalari sotilib ketadi. 500 ming tomoshabin, yangi albomingiz platinaga chiqadi. Qo'shiqlaringiz chartlarda birinchi o'rinni egallaydi. Trendlarni siz yaratasiz va hamma siz bilan ishlashni xohlaydi. Lekin konsertlar jadvali juda og'ir. Bir shahar ortidan yana bir shahar. Tinimsiz chiqishlar, cheksiz intervyular. Birinchi katta konsertingizdan oldin jamoangizdagi bir kishi sizga kichkina tabletka uzatadi. U buni asabni tinchlantirish uchun ekanini aytadi. Yana shuni ham aytadiki, barcha mashhur san'atkorlar shuni ichadi. Tabletka sizga misli ko'rilmagan kuch beradi. O'sha kechadagi chiqishingiz hayotingizdagi eng zo'ri bo'ladi. Sahnada o'zingizni yengilmasdek his qilasiz. Tomoshabinlar ham buni sezadi. Keyingi konsert oldidan ham o'sha tabletkani ichasiz. Keyingisida ham. Oradan ko'p o'tmay bu odatga aylanadi. Endi siz ularni kuniga bir necha marta qabul qiladigan bo'lasiz. Shunga qaramay, qo'shiqlaringiz yanada mashhur bo'lib boradi. Suratingiz bir vaqtning o'zida 3 ta jurnal muqovasida chiqadi. Eski mahallangizdagi odamlar sizga "Biz har doim senga ishonganmiz" deb xabar yozishadi. Ammo siz ularga javob bera olmaysiz, chunki bu muvaffaqiyat sizga aslida qanday narx evaziga kelganini tushuntirishning iloji yo'q. Endi ziyofatlarni siz tashkil qilasiz. Taklifnomalarda sizning ismingiz yoziladi. Hashamatli uylarda o'tadigan bazmlarning egasiga aylanasiz. Eshik oldida mehmonlarning telefonlarini yig'adigan odam ham sizning jamoangiz bo'ladi. Siz o'zingizni faqat mezbon deb ishontirishga harakat qilasiz. Go'yo siz faqat joy berayotgan odamsiz. Ammo aslida siz ham bu tizimning bir qismiga aylangansiz. Ziyofatlar tobora dabdabali bo'lib boradi. Ko'proq spirtli ichimliklar, ko'proq tabletkalar va juda ko'p chaqaloq yog'i. Siz bunday kechalarda nima sodir bo'lishini juda yaxshi bilasiz, chunki bir vaqtlar o'sha yo'lakdan qo'rqib turgan odamning o'zi siz edingiz. O'sha hisni hali ham eslaysiz. Telefoningizga kelgan videoni ham unutmagansiz. Shunda siz bir narsani aniq tushunasiz. Bularning hech biri tasodif emas. Gollivud sizni mehmondan mezbonga aylantirishni oldindan rejalashtirgan edi. Bu tizim uchun siz oldindan tanlangansiz. Shuning uchun ham sizga ishonch bildirilgan. Endi siz aktyorlar, rahbarlar, hatto siyosatchilar bilan ham ishlaysiz. Sizning jamoangiz bu aloqalarni nazorat qiladi va bu yerda aynan nazorat so'zi eng to'g'ri ta'rifdir. Endi siz qurbon emassiz. Endi hamma narsani o'zingiz tashkil qilasiz. Atrofingizdagi odamlarni ham xuddi o'zingiz kabi tizim ichiga tortasiz. Sizni hushyor tutayotgan narsa ham shu. Na videolar, na dorilar, qaysidir paytda o'zingiz ham sezmay qolgan holda sizni qul qilgan tizimning bir bo'lagiga aylanib qolgansiz. Bu narsalarni endi o'z xohishingizga ko'ra tashkil qilyapsiz. Bir kuni menejeringiz yana qo'ng'iroq qiladi. U buni siz uchun katta imkoniyat deb ta'riflaydi. U sizdan bir yigitni olib kelishingizni so'raydi. 19 yoshli bola. U siz ulg'aygan joydan ham og'irroq sharoitda yashaydi. Siz uning videolarini ko'rgansiz. Unda rostdan ham iste'dod bor. Ammo muvaffaqiyatga erishish uchun imkoniyati yo'q. Siz o'zingizning 16 yoshligingizni eslaysiz. Bu xotira sizni bezovta qiladi. Menejeringiz sizdan unga ustoz bo'lishingizni so'raydi. Uni keyingi ziyofatlarga olib boring deydi. Siz esa bu ziyofat nimani anglatishini juda yaxshi bilasiz. Ertasi kuni uning hayoti qanday o'zgarishini ham bilasiz. Aslida siz yana bir yosh bolaning butun umrini shu tizimga bog'lab qo'yishingizni tushunasiz. Abadiy. Menejeringiz sizdan yana bir insonning hikoyasini boshlashingizni so'rayapti. Ich-ichingizdan esa boshqa tanlovingiz yo'qligini bilasiz. Agar yo'q desangiz, siz haqingizdagi videolar oshkor qilinadi va siz qurbon qilgan barcha narsangiz bir kechada yo'q bo'ladi. Oxiri siz qaror qabul qilasiz. Hozirda sizning 4 kishidan iborat guruhingiz bor. Ularning vazifasi hamma narsani nazorat qilish. Va bu yerda ham eng to'g'ri so'z aynan nazorat. Bir kuni mashhur san'atkorlardan biri intervyuda sanoat ichida aslida nimalar bo'lishini gapira boshlaydi. Sizning jamoangiz esa bu gaplar tarqalishidan oldin harakatni boshlaydi. 2 kun ichida u ovoz yozish kompaniyasidan haydaladi. U hafta uning ruhiy holati haqida maqolalar chiqadi. Keyin esa shartnoma buzganlik aybi bilan sudga beriladi. Sizning vazifangiz oddiy, rahbarlarga bo'ysunmagan har qanday odam jazolanishini ta'minlash. Siz bu ishni yaxshi bajarasiz. Shuning uchun ham sizni yaxshi mukofotlashadi. Mashhurligingiz tobora ortib boradi. Yana ko'proq odamlar bilan tanishasiz. Yana dabdabali ziyofatlar, yana dorilar. Ammo sekin-asta
charchaya boshlaysiz. Yillar davomida davom etgan ziyofatlar, dorilar va ko'rgan voqealaringiz sizni ichingizdan yemira boshlaydi. Rahbarlaringiz esa buni sezadi. Ular qachondir xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan odamlarni oldindan payqashni yaxshi biladi. Ular sizning yuzingizdan hammasini o'qiy oladi. Shundan keyin ular sizni yanada diqqat bilan kuzata boshlaydi. Siz hayotingizdan ma'no izlay boshlaysiz. Xayriya ishlar bilan shug'ullana boshlaysiz. Mukofot topshirish marosimida sahnaga chiqib nutq so'zlaysiz. Siz qayerdan kelganingizni eslaysiz. Eski divanni, ko'chirish haqidagi ogohlantirishni, musiqa sizni qanday qutqarganini. Tomoshabinlar oyoqqa turib sizni olqishlaydi. Eski mahallangizdagilar faxr bilan siz haqingizda post yozadi. Yillar davomida ilk bor hayotingiz ma'noga ega bo'layotgandek tuyuladi. Ammo oradan ko'p o'tmay, ichingizni yana yomon his bosadi. Chunki siz haqiqatni bilasiz. Bu yerga kelish uchun nimalarni boshdan kechirganingizni ham, nimalarga rozi bo'lganingizni ham faqat o'zingiz bilasiz. Shu paytda sobiq hamkasblaringizdan biri jurnalistlarga siz haqingizda gapira boshlaydi. Odatda bunday vaziyatlarda jamoangiz darhol harakat qilardi. Bu safar esa ular juda sust. Keyin esa umuman hech narsa qilmayotganini tushunasiz. Shunda hammasi ayon bo'ladi. Endi ular sizni himoya qilmayapti. Siz juda ko'p narsani bilasiz. Bundan ham yomoni sizda vijdon uyg'ona boshlagan. Bu esa dunyodagi eng xavfli holat. Endi siz Gollivud uchun muammoga aylangansiz. Payshanba kuni ertalab hammasi boshlanadi. Bu voqeani sizni yomon ko'radigan reper yoki dushmaningiz boshlamagan. Buni o'z menejeringiz qilgan. Sizni mashhur qilgan o'sha odam. Yillar davomida xizmat qilgan tizimingiz. Ular endi sizni xavf deb hisoblashyapti. Oradan ko'p o'tmay, barcha ma'lumotlar ommaga tarqatiladi. Bank hisoblari, moliyaviy hujjatlar, sobiq hamkasblarning sud da'volari, 18 oy davomida suratga olingan hujjatli film materiallari, hatto sizning mulkingiz tasvirlari ham. Mashinalaringiz, jamoangiz, uyga kirib chiqqan odamlar. Tushga borib, bu mamlakatdagi eng katta yangilikka aylanadi. Soat 3larda esa siz ishlagan ovoz yozish kompaniyasi bayonot beradi. Unda ular bu voqealardan qattiq xavotirda ekanini va ichki tekshiruv boshlanganini e'lon qiladi. Aynan o'sha label, siz bilan shartnoma imzolagan label, barcha qo'ng'iroqlarda xabardor bo'lgan label, rahbarlari o'sha ziyofatlarda qatnashgan label. Ammo endi ular hammasidan yuz o'giradi. Oshkor bo'lgan videolar siz eng qo'rqqan yozuvlar emas. Bular sizning uyingizdan olingan kuzatuv kameralari tasvirlari edi. Siz uyushtirgan ziyofatlar, siz o'rnatgan kameralar. Shundan so'ng politsiya omboringizni tintuv qiladi. U yerdan barcha chaqaloq yog'lari topiladi. Endi siz juda katta muammoga duch kelasiz. Sizni hibsga olishadi, ro'yxatga olishadi, suratingizni olishadi, mahbus raqamini berishadi. Kamerada yolg'iz qolganingiz esa hammasi birma-bir yodingizga tushadi. Siz o'zingizdan ham yoshroq bo'lgan o'sha bolani eslaysiz. Vizitka ushlab turgan odamni eslaysiz. Videolardagi g'alati ishoralarni eslaysiz. Bir kechada mashhur bo'lib uyg'ongan tongni eslaysiz. O'sha kuni siz hammasiga erishdim deb o'ylagandingiz. Nihoyat manzilga yetdim deb ishongandingiz. Lekin aslida bu manzil sizni qamoqqa yetakladi.